zaytunli yog'i. Anjur nima bo'ladi desa, anjur yeydigan taom bo'ladi, odamga quvvat bo'ladi, shifo bo'ladi debdi. Odamlar davolanish uchun ovqat yeydi. Anjur yeyishlik uchun ovqat bo'ladi. Zaytun nima bo'ladi desa, kasal bo'lgan odam ustiga yog' sepiladi. Uni qalasa, boshqa qilsa, ursa ustiga yog' sepilib, o'zini yog'idan yoki ichlarini yoki sepiladi. Va turi sininga asalni nisbat bergan qanday bo'ladi desa, Alloh taolo fihi shifa'un linnas. Asal insonlar uchun shifodir. Va hadal baladil amin, bu omon bo'lgan, tinch bo'lgan Makka-i Mukarramaga nima nisbat beradi desa, bu yerga Zamzam nisbat beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zamzamni ta'amu tu'min, yeydigan odamni ovqatiga o'xshaydi, chanqagan odamni suvga o'xshaydi. Muhtasalun va sharob deb oyat kalimada ustidan yuvishlik va uni ichishlik insonga shifo beradi. Demak, mana shu to'rtta narsa